bizlar oldiga chiqib olib pom 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 so'zlab cho'ng gaplarni qilmay keyinroq qo'lingda turib amaliy ish qildigan odam ukam shunga shundoq bir eglik qila olgan degan eglik tilaydigan ishni qilali dedimg'u. Assalomu alaykum qarindoshlar. Men hozir rasmdagi shu Qaysar Mejit degan odam bo'ladi, Harvard universitetiniki iqtisod fani bir nimasida deb yuradi oldin. Bu odam vatanlarga kirib chiqqan. O'zi dedi menga burun ukam da'voning ichida nerto bular hammasi sotadi, xoin dedi. Keyin o'tganda dedi biz oqida ish qilamiz, ulardek pom 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 qilmaymiz deb mana hozir oldiga chiqishga boshladi. Endi mush odamga men degandim mush indigenous to'g'riliq mishta desam, ya men bunga taraf tutaman. Men bilmagan narsaga endi bilmaydi emas, akademiklar biladi qarindoshlar. O'zining gapini mana anglanglar. Hozir nima vajidan oldiga chiqib qoldi? Nima vazifa keldi bularga? Bular hozir Dunyo Uyg'ur qurultiyi mush akademik olamdi, yana boshqa tashkilotlar, boshqalar olamdi, hammasi bilan birlik sap qurib, ya'ni Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni yedirib etish. Hozir nima bo'lib ketdi qarindoshlar? Yaponiya askar qurg'izma deyapti. Davlati va iqtisodi va bir kuchli bir texnikalik mamlakat askarimni qaytadan qurmaydi deyapti Xitoy taklifida. Bugungi kunlikda nima bo'lyapti? Hindiston bilan Xitoyninki armiyasi irmash-chirmash jidal bo'lib ketyapti. Uningdan foydalanib Tibetlarning surgun hukumatdagi Hindistonlik askarlarni mush qaytimqa nimada armiyalar urushqancha bor. Bizning nemimiz bor qarindoshlar? Jalopimiz bor bizning lavhaning ichida. Ko'tlarimiz bor, echa qizlarimiz bor. Shunaqa shunda yuradi falan patashudi. Xitoy tahdidida putdi yana o'yg'inib ketmasa, ma qurultay, ma akademiklarni mandaqlarni ish qilsa deb, mana oldin ish qilmaymiz, biz keyinni qilamiz deganlar hozir oldiga chiqyapti. Nima ish qilyapti? Naqsh usul madaniyatimizni yemak-yemak. Voy oshxonang mangdamda bir turibdi, biladi hozir. 1800-yil Sevenidim bilan Gundan yarim akab bo'lgan Uyg'urning naslarini, Tibetning naslarini, Uyg'urni tonitimiz, Uyg'ur madaniyatini. Ya bizning madaniyatimizni bilmagidek darajada aslida madaniyatsiz millatman biz. O'tgan meyada bir sochlarda edi. Biz yig'lab qaqshaverganiki, chataliklar bizdan zerikibdi. Shuning uchun naqsul bilan, mushundaq narsalar bilan biz madaniyatimizni ko'rsatsak to'g'ri bo'ladigan o'xshaydi deb menga yozibdi-da WhatsAppda. Men kulgan belgidan bir navbat qo'ydim. Hamda u zihniyat tarbiyalanmagan ya da'voning ichida bo'lmagan odam bo'lganki, menga taklif fikrini berdi, men kulib qo'ydim. Jiq javob qaytarishim to'g'ri kelmadi. O'zinglar o'ylab beqinglar qarindoshlar, mushuk ay mushuk kunlarda hammasi birlashib top birlik sap qurib qanday qilalayotgan deyotdi. Mana bizning akademiklarning qilayotgan ishimiz shu. Mushlarning qaysi birisi 10 ming imzo tashladi, biz endi jini emas deganga tashlamadi birisimi? Hech qaysini yo'q. Tarix jinoyatini bekitib bo'ldi bularninki. Tarix xoinligini bekitib bo'ldi. Chunki hammasi ya Kosarda ilinganlar, ya Gelda ilinganlar, ya puldan ilinganlar hammasi degidek ayni vaqtida vatanga berib kelganlar. Mush Ro'shan Abbosning tug'anlarining hammasi jalab. Hammasining nomussiz ishlari bor. Har qandig'ining nomussiz ishlari bor. Bir-birini ilib bular bor. Bir-birini chambarchas bir-biriga bog'lab atgan. Shuning uchun chiqmay oldiga amal yo'q. Chiqdi bugun kunlikda. Nima uchun chiqdi? Chunki sesqichilik bor, ballari cho'ngib qoldi. Numusdan qo'rqib chiqdi. Ichilib ketmasin deb Xitoy chiqirdi oldiga ishlatdi. Shuning uchun mana shundaq madaniyat obo deganlarda maral ish qilyapti mana. Mao men Qaysar Mejit degan odamniki boshqa ovozini emas, men biratini tashlab qo'y, o'zi anglab, o'zi bilib qolsin. Qolgan narsalarni tuplab qo'ydik. Musha odamlar mana ayni vaqtida Yalqin Ro'zlar bilan vatandagi o'sha cho'ng ziyolilar bilan birga o'tirib qolgan odamlar. Ashularga qanday yuz kelalaydi? Ashu millatniki ertugün mushular hisobini olgan chog'sa mundaqchi biz tashlab beramiz Sharq Turkiston mustaqillik qurilgan chog' davlat qurolchilik qo'limizga isbotlarni tashlab beramiz davlat istixborot idorasiga bir-birlab hisob oladi bu milliy munofiqlardan. Ashu indigenous masalasida jim turib olganlar hozir mana madaniyat, usul, yemak-ichmak, voy ey yig'ilsak dardimizni anglamaykan yig'la demadi sen haqni davaringni qil ziminni asliga keltiramiz buni bunda qilamiz da degan gap sen haqni yig'lab berib ish qilsa
Manqani iqtiyamaysa keşke. Bu kurash orqali bu razillikning ustidan g'alaba qilgan gap. Bu ko'z yashini iqqanga hech kim qaramaydi. Uyg'onaylik qarindoshlar.